Akalar, Damas proyektimiz ham tayyor bo'ldi. Xo'p. Damas proyektimiz tayyor bo'ldi. Ko'rasizlar, zaslonkalar hali hech qancha ishlamagan zaslonkalar qo'yildi. Kollektorlari ham hech qancha ishlamagan. Buni bir qator kraskalab ideal qilib qo'ydik. Matiz injektorlarini mo'ljallab. Ham shlankalarga necha endi zavodskiy o'zining plastmaslik shlankasi bo'ladi. Xo'p, hamma tomonni yig'dik. Hali simlarni shunchaki ulab qo'yibmiz. Hali bugun kechib bo'lganligi sababli ertaga qoldiramiz buni. Hozircha benzinga zavod qilamiz. Xo'p, ventilyatorlarni hammasini akkurat o'rnatib oldik. Endi buni zavodi bo'lishini bir qator ko'rsatamiz. Tablolari. Xo'p. Necha endi akalar bunga? Buni ertaga yig'ib, test drive qilib ko'ramiz akalar. Tezligi nechaga chiqadi, nechini skorga qanchaga chiqadi akalar. Like bosib, Damas akalarga jo'natib tursalaring. Bu tomon hammasi yashib ketadi akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar hozircha.